Assalomu alaykum barchaga. Bizda J mashinalariga motor, ходовой, коробка bu zapchastlarimiz bor. Bu yer ko'rib turganingiz skalatimiz. Namanganda skalatimiz joylashgan. O'zimiz Toshkentda, Sergelida, mashina bozorida bu konteynerlarga savdo qilamiz. Hozir bu skalatimizdan keyin sizlarga do'konimiz, bozorimizni ham ko'rsatib o'tamiz. Bu yoqda ko'rishingiz mumkin granatalar, supportlar, kulak, stupitsa, amortizatorlar, jamiki bu zapchastlar hammasi bor. Bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Ekranda joylashgan bemalol telefon raqamlariga telefon qilib aloqaga chiqishingiz mumkin. Dastavkamiz bor. Bemalol 24/7 telefon qilishingiz mumkin. 12 ta viloyatga dastavka qilib beramiz. Bu yoq tomon Sergeli mashina bozorini orqa darvozasi hisoblanadi. Bu konteynerlarga kirish bemalol shu yerdan kirib, mana konteynerlarning joylashgan joyi. Bemalol kelib, ko'rib, tomosha qilib, xohlagan zapchastlarni olib ketishingiz mumkin. Vaqti yo'qlar, bemalol telefon qilib, dastavka qilishingiz mumkin. Bu yuqoridan ko'rinishi mashina bozorini orqa darvozasiga kirib kelish. Bemalol shu joylardan ko'rib, kelib kirishingiz mumkin. Bu orqa darvoza, u yog'ida mashina bozori. O'ng tomonimizda bu konteynerlar. Bu tomon xuddi shu darvozadan kirib kelinganda o'ng qo'lingizda joylashgan bu konteynerlar, vagonlar bemalol shu joyda. Bu zapchastlar J mashinalariga motor, коробка, ходовой, jamiki nima qismi kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Ekranda nomerlar qoldiriladi. Bu holat ertalabki, hali ish boshlanmagan vaqtda olingan video. Ochilgan joyini ham ko'rsatamiz. Mana bu yog'i ochilgandan keyingi holati, mana ko'rishingiz mumkin. Bu yoqda polni, bu zapchastlar, коробка, motor, ходовой, hamma zapchastlar bor. Kimga nima, qanaqa zapchastlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqinglar. Telefon nomerlari qoldiriladi. J mashinalariga hamma qismlari bor. Mana do'konni ko'rishingiz mumkin. Bir boshdan polni mashinasi bor. Mashinaga qiziqqan odam ko'rib, bittada bilishadi. Ko'rganda ham bahoti. Bu ko'rib turgan коробкаlar, avtomat коробкаlar, 1.6 Lacetti, 1.8 Lacetti, tagidagilari Gentra, Cobalt, Nexia 3, orqasilari mexanikalari, kimga qanaqa zapchastlar kerak bo'lsa. Mana bu yoqda коробка zapchastlari ham bor. Avtomatda ko'pchilikda muammo bo'ladi. Hamma yog'i bor, mana motorli коробка, hamma zapchasi bor. Bemalol nomerlarga aloqaga chiqinglar. Arzon qilib, sifatli qilib, garantiyalari bilan ishlarni bitkazamiz.
katta pulni. Mana bu apparat karburatini chek qilaman. Bu yoqda motorlar turadi. Motor Cobalt Gentra Nexia 3.1.5 motor. Yonida Captiva Traverse 3.6 motor, Captiva 3li motor, 3.2 motor, Malibu 1 Captiva Key motor. Bu yog'ida Lacetti eski ipska motorlar, Orlando Cruze, Orlando Tracker 1, Tracker 2 Xitoy variant, O'zbekiston variant, Cobalt One'li motorlarimiz kelgan. Mana bu yoqda Bolt legendarli motorlar. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar, kimga qanaqa xizmatlar kerak bo'lsa. Bu yoqda Stupidsalar, Caneloval, Shaton, Porsche, Abyss nima zapchastlar kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqinglar. Dastavka xizmatlarimiz bor. Aloqadamiz. Arzon qilib, sifatli qilib, garantiyali qilib ishlaringlarni bitkazamiz. Bu tomoni mashina bozorining asosiy darvozasi hisoblanadi. Bu tomondan ham bemalol kirib kelishingiz mumkin. Aloqaga chiqinglar, xizmatingiz bo'lsa bemalol bajaramiz.